Charchamayapsizmi? Yo'q, charchashga yo'q. Tinchmi, nima gaplar? Bilamiz, aka shu yuribmiz sekin-sekin. Yaxshimi hammasi? Ha. Yaxshi. Go'mi? Yo'q, aka. Молодец unda. Go bo'lsa go. O'g'lim yig'lagan ovozi eshitilyapti-yu. Nima deysiz, aka? O'g'lim yig'lagan ovozi eshitilyaptimi? Yo'q, eshitilmayapti. Endi-chi? Endiyam eshitilmayapti. Yaxshi unda. Просто mikrofon tiniq kelmayapti lekin. Qanaqadir bir ovozni nima deydi? Endi-chi? Tiniqmasmi Gapirsangiz ovozim? bo'linadi. Tiniq emas lekin haliyam. Qanaqa misol uchun? Endi normalniylashdi, endi. Shu mikrofon Yo'q, mana mikrofon-ku. hozir ham qanaqadir nima qilib beraveryapti-da, nima deydi? Razmajit deydi-ku, nima deydi? Ruschasida. Aks sado bo'lib kelyaptimi? Aksiyadami judayam bo'ldi, okey, aka. Bo'shlasak ham bo'ladi, lekin normal. Shu o'zi. Ha. Empire Screen 2 Proximbeck. Xo'sh. Share. Ko'rinyaptimi? Aha, ko'rinyapti. Endi OBS yoqaman men. 1 daqiqa. Gapiringchi, brat, bir-ikki og'iz. Alyo. 1 2 1 2. 1 minut, 1 minut. Endi gapiringchi. Alyo, 1 2 1 2. Bo'ldi, zo'r. Xo'sh, assalomu alaykum. Bo'ldi, zo'r. Hammasi zo'r. Boshladik sekin-asta. Getdik bo'lmasa. Xo'sh, assalomu alaykum. Hozir bizlar o'tadigan darsimiz bu naqdni yetkazib berish bosqichlari. To есть bu IPDA deyiladi, to есть IPDA deyiladi. Manimcha agar bo'lmasa IPDA bo'ladi. Bozor sikllar deb ham ataladi. To есть bu degani interbank price delivery algoritm. Banklar aro narx yetkazib berish algoritmi. Bu O'zingiz tayyorladingizmi nimani? yo'q, aka. Kim Faqat tayyorladi? bor narsani o'zbekchaga o'girtdim. Tushunib o'girdingizmi? Ha? Tushunib qildingizmi? Ha. Yaxshi. Sikllar bozor ichidagi doimiy harakat holatini ifodalaydi. To есть bu siklda bozorda har bir bosqichda bu. Har движение emasmi, shunaqa siklga to'g'ri keladi. И bizda 4 ta sikl bor. Bittasi expansion, ikkinchisi consolidation, uchinchisi retracement, to'rtinchisi reversal. Xo'sh, narxning har bir bosqichi keyin nima bo'lishi mumkinligini bildiradi va bizga savdo uchun konfiguratsiya beradi. Xo'sh, mana bu joyda kichkina bizda anov tashlab ketilgan, nima desam bo'ladi. Har bitta holat tashlab ketilgan. Bu yerda o'sha konsolidatsiya, range high, range low. To есть shu ikkita narx ichida yurgan narsa bu konsolidatsiya. Keyin ko'rishingiz mumkin bizda range low bo'lgandan keyin expansion boshlanyapti. Expansiondan keyin bizning fidel zonamizga FVG narx retracement qilib tushmoqda. Retracement qilgandan keyin ko'rishingiz mumkin expansion и mana shu liquid olganimizdan keyin expansion. Oxirida nima uchun buni ikkita expansion deb ketganimda, bu reversal deganini tushuntirib ketadi. Xo'sh. Ikkinchisi, to есть endi chuqurroq kiramiz. Consolidation. Consolidation narx rangening ikkala tomonini LR to есть. Buni o'zbekchada kimdir qilganmi?
O'zbekchada emas, inglizchada qiling uka. Siz tepadagilarni o'zingiz yozib chiqdingizmi? Ha. Endi Yaxshi, yaxshi. xatolari bor ichida aka baribir. Aytib ketganman o'sha joyda o'zida. So'zda xato ketib qolgan, ana shunday bo'lib qolgan joylari bor, lekin o'sha joyini tushuntirib ketganman. Hmm. Turing strings muvaffaqiyatsiz stringlar hosil qilganda yuzaga keladi. То есть ko'rishimiz mumkin. Bizada range high bor, range low bor. И shu narx orasida yurganda bizada equal low'lar, equal high'lar bo'lishi mumkin range ichida. То есть shunaqa qilib yuradi. Bu narx yo'nalishi yetishmagandan, то есть lack of direction sodir bo'ladi. Lack of direction, то есть narx qayerga ketishini bilmaydi. O'sha holatlarda bizada konsolidatsiya yuzaga keladi. Odatda yuqori ta'sirli yangiliklardan oldin, то есть high impact news bo'lishidan oldin bizada ko'pincha institutsional, то есть katta banklar, smart money'lar tinch qolib, narx konsolidatsiyaga tushib qoladi. Agar konsolidatsiyada savdo qilsak, narxni yangi bosqichga kirishdan oldin rangening biror tomonini olib qo'yishini taking, то есть sweep qaysi tomonni, то есть nima desam bo'ladi, mana failure swings, то есть muvaffaqiyatsiz swinglar hosil qilishni tushunish kerak. Okay. Yangiliklardan oldin, то есть high impact news bo'lishidan oldin bizada ko'pincha institutsional, то есть katta banklar, Yeb bila mikrofon yamga tegib qolibdi. Qarang. Consultation deyapsiz. Narxning to есть consultation narx rangening ikkala tomonida low resistance liquidity run. Ya'ni high'larda o'sha yana equal, o'sha eski high'dan yoki low'dan oldingi nuqtalarni yangilashda muvaffaqiyatsizlikka uchragan nuqtalarni hosil qilganda consolidation yuzaga keladi deyapsiz. To'g'rimi? aha, Endi qarang. smart money'lar tinch qolib, narx konsolidatsiyaga tushib qoladi. Agar konsolidatsiyada savdo qilsak, narxni yangi bosqichga kirishdan oldin rangening biror tomonini olib qo'yishni taking, то есть sweep qaysi tomonni, то есть nima desam bo'ladi, mana failure swings, Mana matn to'g'ri. Endi aytayotgan gapingizga qarang. Tushuntirmoqchi bo'lgan gapingizga diqqat qilib turing. muvaffaqiyatsiz swinglar hosil qilishni tushunish kerak. Tushundingizmi? Va ana shu yerda xato ketgan. O'zi o'sha muvaffaqiyatsiz swinglar degan narsa bu o'sha likvidni olishga chiqadi-ku, ustida yopilolmay qolib, konsolidatsiyani ichiga qaytib kiradi-ku. O'sha narsani shunday deyiladi, to'g'rimi? Ha. Bu yerda matnlarda xato yo'q. Siz matnni o'zingizcha boshqacha sinonimi bilan parafraz qilib, tipa soddaroq qilib tushuntirib ketaman degan joyingizda Ha, chiqib nima qo'ygan. devorganingizni his qildingizmi? O'zi aytib turibsiz mana bu joyda. O'sha rangeda bir tomonni nima qilishini, Olish kerak. ichilishini, likvidni olishini kutish kerak deyapsiz. Siz xuddi shu gapni boshqacha sharhlab ketyapsiz. Bizda uzr, ko'zdan qoldi. Men oxirgi yana narsa ketdim. То есть high time frame'da candle qanaqa ko'rinadi? То есть daily bo'lsa daily'dagi konsolidatsiya mana bunaqa ko'rinadi. То есть tepaga ham borib keladi, pastga ham borib keladi. LTF bo'lsak, LTFda mana bunaqa ko'rinadi. Xo'sh. Expansion narx bir yo'nalish, expansion holati narx bir yo'nalishga direction agressiv harakat qiladigan bosqich. То есть expansion consolidation bosqichidan keyin keladi. То есть keyin keladi и ko'rishimiz mumkin retracementdan keyin va reversal bosqichidan yuzaga keladi. Nimalarni tashladingiz? Qayoqqa shoshyapsiz? Hozir to'g'risi bu yerda aytayotgan narsam o'sha expansion aggressiv holatda qaysidir bir tomonga qarab yurishda, то есть qaysidir likvidni olishga harakat qilganda expansion aggressiv chiqib ketadi, и bu yerda aytilyapti o'sha expansion konsolidatsiya bosqichidan keyin keladi, то есть retracementdan keyin va reversal bosqichda yuzaga keladi. То есть mana shu joy kasha bo'lib ketganda o'zi. O'zi nima deganimni tushunmoqchiman, просто tushuntirib bera olmayapman shu narsani. Bu joy hech qanaqa kash emas, toki mana shu nuqtagacha. Hali bu yoqlarga e'tibor qilmadim, chunki fokus bilan men qarab ketyapman, nima deyotganingizni solishtirib. O'qib ham eshitib ham nima deyotganini tushunishga harakat qilib ketyapman. Paka hozircha xatomiz shu joyda o'zi. Endi siz expansionni sodda qilib aytganda distribution desangiz ham tushunaman. Sodda qilib aytganda displacementga o'xshagan price action desangiz ham tushunaman. Lekin aytayotgan narsangiz retracementdan keyin va reversal bosqichida yuzaga keladi. What the fuck is that? Ana shu aytyapman. Shunisidan network ekan. Yo, bu yerda tushuntira olmagansiz demoqchiman. Da.
Qarang, men sizga shunday bir price action ko'rsataymi? Retracementdan keyin expansion kelganini ko'rsataymi? Yo'q, hozir videoda ham bor aka, просто sal не то tushunib ketganman, shunday narsa bo'lib qolgan. Mana qarang. Misol uchun, mana bu harakat bor-u. Ko'ryaptimi? Failure swingda sodir bo'lyapti, to'g'rimi? Bittasi yechish kerak edi, bittasi yecholmay qolishi kerak edi. Xuddi shunaqa bittasi yecholmay qoldi. Va narx time frame alignment bo'yicha maydalaydigan bo'lsangiz, mana bu joy ketdi. Maydalab, to'g'rimi? Retracement bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Yokida mana bu joyda o'zi ham retracement bo'la oladi mana. Ko'rdingizmi? Mayda time frame'da qaysidir PDRga olib kelib beradigan zona, qaysidir PDRga olib kelib berish kerak. Endi qarang. O'sha retracement harakatidan keyin nima sodir bo'lyapti? Bizda expansion. Shunda bu jumlangizga qaytamiz. То есть expansion, konsolidatsiya va retracement va reversal holatlarida bosqichidan, то есть o'sha bosqichlardan keyin expansion hosil bo'ladi degan narsani bermoqchi bo'lganman. Endi qarang. Expansion deyapsiz-a mana tepada. Title mavzusi shu. Mana shu bo'limchasida tushuntirishda expansionni tushuntiryapsiz. Expansionga urg'u beryapsiz. Expansion odatda deyapsiz, faktik bitta informatsiyasini beryapsiz, datasini. Consolidationdan keyin keladi. To'g'ri. Retracementdan keyin keladi. To'g'ri. Reversal bosqichida yuzaga keladi. Reversal yasab turib desangiz to'g'ri bo'ladi. Reversal bosqichida desangiz yo reversaldan oldin yoki reversaldan keyin bo'lib qoladi, tushunyapsizmi? Uni yasashda bo'lsa, shu ikkita harakatni o'tkinishiga qamrab oladi. To есть qaysidir nuqtaga mana bunaqa boradi-da, ketdi. Tushundingizmi? Gapning ma'nosi o'zini yo'qotmaydi. Keyin nima deyotganingizni ham tushunasiz. Mana bu joyda to'g'rilab ketishingiz kerak bo'lgan narsa retracementdan oldin ham kelishi mumkin. Tushundingizmi? Misol uchun mana expansion sodir bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Konsolidatsiyadan keyin mana range low bitta tarafni yechdi, to'g'rimi? Mana bu korobka bo'lsa konsolidatsiya. Aytganingiz ochilib ketma jalab. Nima deyotganim? Aka bitta narsa aytaymi? Consolidationdan keyin mana kelyapti. Undan keyin consolidationdan keyin expansiondan keyin mana yana. Ko'ryapsizmi? Zigzag bo'lib nima qilyapti? Fizeragacha Retracement qilyapti. Tushundingiz-a? Mana shu harakat retracement. Uni bir donasi yoki nechtasi bir olinmaydi. Qaysidir pizeragacha ma'lum bir nuqtadan boshlab zigzag mana bu zinapoya bo'lib ketadi-ya. Bu harakatni polniy retracement deb olasiz. Bo'ldi. Keyin qarang, mana shu retrace qilib tushyapti-ku. Endi mana tepani biza trend line phantom deb olsak bo'ladi, to'g'rimi? Boshqa tema bo'lib ketdi-yu. Примерно shunday. Bo'ladi. Unaqa deb olganingizdan ko'ra просто range haydab qo'ysangiz oson emasmi? Oson, просто tushunib ketyapman aka. Yaxshi, unda yaxshi. Ham oson, ham ma'noli demoqchiman endi. Xullas, qaytamiz. Mana. Keyin keladi, retracementdan keyin keladi. Va reversal qilish uchun yordam beradi degan ma'noda olib kelmoqdamiz. Ketdik yana. Expansion sodir bo'lgandan qarama-qarshi switchlar narx IRLdan internaldan externalga yuradi. Externaldan internalga yuradi. Va o'sha hozircha ichki likviddan tashqi likvidga, tashqi likviddan ichki likvidga, ya'ni range highdan range lowga qo'llab-quvvatlaydigan OPRS degani bu opening price range degani. Opening price range. Opening deb ketdim men. Men to'g'rilab ketyapman-da. Qaytib nimasan? PDRga olib ketadi, sen bilan.
odatda manipulationdan keyin sodir bo'ladi. Consolidation low high olinib qo'yilgandan keyin so'ng o'sha sodir bo'ladi. To есть TTF da bu qanaqa ko'rinadi? Bizda o'sha wick nima deydi, soyalari kichkina, tanasi ultra katta bo'ladi. Shu bizga expansion beradi. To есть LTF da ko'rishimiz mumkin. Bizda bu CICD qilgandan keyin narx CICD qaytib berib, o'zini yo'nalishini agressiv tarzda davom ettirgan. Retracement. Retracement expansion bosqichini ichida yuzaga keladi. To есть nimaga qanaqa deydigan bo'lsak, keyin nimalarni ko'ramiz. Bu bosqich treyderlarga trendga moslashish algorитм imkoniyatini beradi. To есть swing shakllanishi. Retracement expansiondan keyin imkoniyat berish uchun FVG'lar, OB'lar va PDR'larga o'zi bor berishini ta'minlaydi. Retracement u qoldirgan following swing orqali aniqlashimiz mumkin. Keyingi narx ularga qaytib boradi. To есть muvaffaqiyatsiz, to есть likvidlar bo'lib ketsa, shu likvidlarni olish uchun boradi demoqchimiz. Agar retracementda savdo qilmoqchi bo'lsak, himoyalangan, to есть protected swing haylarni qidirishimiz kerak. To есть tepada agar biz mana bu PDR'larga borib beradi deb o'ylasak, biz tepadan ITHlarni hosil qilganini ko'rib, maybe qaysidir PDR'gacha ishlashimiz mumkin. ITHlarni hosil qilganini ko'rib, tepagacha ishlaymiz, a? Yo'q, pastga aka, pastga deyapman-ku. Eshiting. Muvaffaqiyatsiz, to есть likvidlar bo'lib ketsa, shu likvidlarni olish uchun boradi demoqchimiz. Agar retracementda savdo qilmoqchi bo'lsak, himoyalangan, to есть protected swing haylarni qidirishimiz kerak. To есть tepada Ishlayapsa tepada. agar biz mana bu PDR'larga borib beradi deb o'ylasak, biz tepadan ITHlarni hosil qilganini ko'rib, maybe qaysidir PDRgacha ishlashimiz mumkin. Tepadan ITH hosil qilganini ko'rib, pastdagi PDRlarga borib berishga ishlasak bo'ladi demoqchi bo'lganman-da. Okay. Endi sizga savol. Siz mana bunaqa katta otnikidek bo'layotgan trendga zo'rg'a yuragingizni hovuchlab turgan SMT ni topib olib, ITH nima desa bo'ladi? Immuniteti past ITHni ushlab olib, mana shu sog'lom bola, mana shu armiyaga yaraydi deb pastgacha ishlayapsiz-da, birodar. Bu bir oylik keyin bormay qaytib ketib qolyapti, tushunyapsizmi? Gap siz trendga to'g'ri. Tushunyapsizmi? Buni xato demoqchi emasman. Sizga aka, mana bunaqa qo'rquvli, hadiksiraydigan, mana bu joyda ketib qolish mumkin deb sizni full focusdan chalg'itib, ishingizni unumdorligini pasaytiradigan price actionda ishtirok etgandan ko'ra, mana bu joyda itil yasagandan keyin tepaga deng. To'g'rimi? Ya, endi aytadi-ku, trend is your friend deydi-ku. O'shani anaqa. Afsuski bunday qarayapman, trend is your opponent bo'lyapti-da hozir. Siz dushmaningiz bo'lyapti trend. Ha, bo'ldi aka. Buni ko'rishimiz mumkin. HTF da qanaqa candle hosil qiladi? Mana bir tomoni uzun, bir tomoni kichkina bo'lib qolishi mumkin. Hech shunaqa. LTF da esa ko'rishimiz mumkin. Bizda expansion, retracement, expansion, retracement, expansion. Reversal. Endi bug'un aytgan narsamizni qolish yo'lida tushunib ketaman. Reversal bir yo'nalishdagi expansionga qarama-qarshi yo'nalishdagi expansion bilan uchrashuv. To есть u qanaqa bo'ladi? O'zi bu yerda xato qilingan ekan, uzr, sal bu yerda xato ketgan ekan. Mana boshqacha bilan ko'rsataman. Bizda LTF da CICD orqali tasdiqlashimiz mumkin. Reversal narx key levelga kelgan, key levelga expansion orqali kengayib, to есть mana bu yerda ko'rsatsak, bizda mana key level, mana bu yerda SMT bor. To есть bizda expansion bo'lib tushmoqda. Ko'rishimiz mumkin expansion. Kengayib degani o'zi expands. Ya'ni reversal expands to the price, to the key level of the price degan ma'no bo'lsa kerak bu yerda. Reversal narx key levelga kengayib deyapti-yu. Nima edi? Расширение bo'lib keldi. To o'sha expansion bo'lib kelgandan keyin biza qarama-qarshi o'shanga key levelga kelgandan keyin yana qarama-qarshi expansion ko'rsak, bizda reversal bo'ladi, to'g'rimi? Qarama-qarshi expansion emas, qarama-qarshi yo'nalishga nisbatan. Da. Просто o'shanga nisbatan. Shunaqa expansion bo'lishi kerak emas. Ma'lum bir joygacha expansion bo'lib bersa, undan keyin o'zingiz aytgandek PZRda yoki Samsungdagi A bor. Shunaqa shakl hosil qilish kerak. Expansion bo'lib ketyapti. O'shanda reversal bo'ladi. Reversal bo'ladi. V shaklida bo'ladi. To есть mana V shaklida bo'ladi. Buni ham o'qib chiqamiz. Qarama-qarshi yo'nalishda V shaklida bo'ladi. Ideal holatda u yerda SMT bo'ladi. To есть ideal holatda hammasi SMT bo'ladi, brat. Bitta reversal emas, expansion ham bo'ladi. Va retracement ham bo'ladi. reversal bo'layotgan holatda idealni reversal bo'lsa, o'shada SMT bo'lishi kerak. I'm reversal. To есть narx key levelga teksa-yu, lekin darhol qaytmasada konsolidatsiyaga kirsa, AMD shakllantirish uchun high yoki low olib qo'yishimiz kerak. To есть narx qaysi key levelga bordi, ikki levelda konsolidatsiyaga turdi. Biz ko'rishimiz mumkin, konsolidatsiyada nima kutamiz biz? Tepada highlarni yechishganini ko'rib, to есть muvaffaqiyatsiz swinglar hosil qilgandan keyin nima deydi? ITH hosil qilgandan keyin, masalan, mana bu key level bo'lsa, ITH hosil qilgandan keyin pastga biz expansion ko'rishimiz mumkin. Narx nima qila oladi, nima qila olmaydi? Narx konsolidatsiyadan expansionga o'tishi mumkin. Narx expansiondan retracementga o'tishi mumkin. Narx expansiondan reversalga o'tishi mumkin. Narx expansiondan konsolidatsiyaga o'tishi mumkin.
Ular hech qachon qila olmaydi. Konsolidatsiyadan retracementga o'tolmaydi. Konsolidatsiyadan reversalga o'tolmaydi. Eslatma, har bir bosqich expansion bilan boshlanib, expansion bilan tugaydi. To есть, Yaxshi, nimaga yaxshi. desak, Chichoribsiz. to'xtang, eshiting aka, oxirini eshiting siz. nimaga expansion bilan tugaydi? Konsolidatsiya emasmi? Deb turib ko'p savol berish mumkin. Men bitta narsani o'ylab ko'rdim, juda ko'p joyda to есть izlanganimda o'sha chiqdi. Narx boshlanishidan qanaqadir движениyani boshlashdan oldin expansion bilan tepaga ketadi. Agressiv darajada qanaqadir pastdagi likvidity yechilishi deb boshlasak narxni boshlanishini. Umuman shu joyga xato ketgan bo'lishi mumkin. Expansion bilan konsolidatsiya bilan tugashi mumkin. Narx konsolidatsiya bilan boshlanib, konsolidatsiya bilan tugashi mumkin. Nimaga u dovyuraklik bilan men kuzatishlarim bo'yicha deb turib qo'lingizni Androidga o'xshab qo'yib olib endi gapni boshlab turib xato ketishi ham mumkin, ehtiyot bo'lib qo'yaverasizlar. Esli ko'tinglarga sikib ham ketishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Chunki bu bozor deb ketyapsiz oxirida. Ha? Achkilarni taqib olib Android bo'lib olib gapni expansiondan boshlanadi narx deb. Qani u Botirbek. O'zi consolidation bilan boshlanib, consolidation bilan tugaydi, to'g'rimi? 99%. Siz aytdingizki, eski kelib qoldi-da, to'xtadi. Siz aytib keldingiz. Mana uni eslash kifoya. Da, bo'ldi, tushundim. Yokida buni. Bo'ldi. 1% boyagidek golddan azakda qolib ketgan price action davom etadi-yu, keyin bozor ochilishiga hech kim ulgurmasligi uchun impuls beraveradi-yu, tashlaveradi-yu. O'sha momentda expansion bo'ladi. Bu expansion manimcha xato ketib qolgan. Xo'sh, shularda endi grafikda ko'rib chiqamiz. Bitta marker bilan bitta chizib ko'rsataman. To есть konsolidatsiya bu mana bunaqa narsa. Ikki narx oraliqni buzib o'tolmaydigan narsa. Bu o'sha bizdagi konsolidatsiya hisoblanadi. Xo'sh, ikkinchi bizdagi narsa bu expansion. Expansion bizada mana bunaqa agressivniy движение qiladi tepaga. Tepaga ham agressivniy движение, displacementlar olib ketadi mana ichida. O'shanda expansion hosil bo'lgan bo'ladi. To есть mana chizib ko'rsak, birinchi mana konsolidatsiya bo'ladi. Konsolidatsiya bo'lgandan keyin low olinsa, bizada expansion hosil bo'ladi. Expansion nima bo'ladi? Bizada Low olinmasa hosil bo'lmaydimi? Bo'ladi. Faqat Low olinmasa nima bo'lgan bo'ladi shunda? SMT bo'lgan bo'ladi, to'g'rimi? Failure swing bo'lgan bo'ladi. Donabek, mana bu gapingizni Yo'q, u narsa olinib konsolidatsiyani ichiga qaytgan bo'lmaydimi? lara bo'lsa, likit teshgan likit bo'ladi. Ya'ni boya joy ko'rsatdim. Mana qarang. Mana bu joyda nima qilmadi? Low bo'lib qolgan, to'g'rimi? Eshiting. Range high va low, to'g'rimi? Olmadi. Olish kerak edi, to'g'rimi? Keyin mana yerda o'zingiz aytyapsiz. Bu yerda deyapsiz. Failure swing bo'lish kerak, ya'ni muvaffaqiyatsiz bo'lish kerak. Tushundingizmi? Mana bu jumla ikkala tomondan bittasi deyilsa, sal maqsadga muvofiq bo'lardi. Odatiy holatda tasvirlangan price action'ni anonsida u tavsifi. Bu yerda qarang, ikkalasi ham olmayapti, to'g'rimi? Ya'ni ikkalasi ham consolidation'da buzmayapti. Shu savolni berdim sizga. Olmasa-chi dedim. To'g'rimi? Olmasa bo'lmaydimi expansion dedim-ku. SMT bo'lgan bo'ladi debdi. Voy, yaqin keldingiz. Nima bo'ladi o'shanda debman. Ya'ni aniqroq so'rayapman. Chunki o'zingiz yozgan narsa bor-ku mana yerda. Shundan so'rayapman. LR bilan aka, low qolib ketadi, to'g'rimi? Siz keyin qanaqadir dovdirab nimadir savol berdingiz. Teslangda hozir esimga kelmay qoldi. O'sha muvaffaqiyatsiz swing o'zi masalan rangeda Yechgan bo'lmaydimi? Nimadir dedingiz-da, likit yechib boradi. mana konsolidatsiyani ichiga qaytib kirmaydimi dedim-da o'sha narsa. Keyin men aytdim, likit yechgan, likit bo'lishi mumkin dedim. Unaqasi misol uchun. Siz o'shani aytdingiz. Mana likitni yechgan likit. Yokida bo'lmasa mana likitni yechgan likit. Ko'rdingizmi mana bu likit yechdi, lekin yana qaytib keldi shu joyga. Shunda mana birinchisi muvaffaqiyatsiz bo'ladi, to'g'rimi? Birinchisi muvaffaqiyatli, yechmagani muvaffaqiyatsiz degani, birat. Yechgani xaralari. Mana likitni yechgan likvid mana shular. Tushunasizmi? Ular xaralari deyiladi.
Likit yechdi, lekin o'zi baribir yana nima bo'lib qolib ketyapti. Likit bo'lib qolib ketyapti. Mana bu qarang. Misol uchun xara-lara bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Likit lara-lara bo'lib qoldi. Likit yechmadi. Lekin mana bu yerida nima bo'lyapti? Likitni yechgan, likit bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Likit bo'lib qo'yadi. Ha. 1, 2, 3. 3. Lekin shuni o'zini oladigan bo'lsangiz nima bo'lyapti? Mana olgan bunday taqqoslaysizda, yo'q bu LRL'ga tortyapti, cho'ta deyapsiz. Keyin bu общий kartinka uchun equal high bo'lganini hisobiga yoki external bo'lganini hisobiga shu joyda external deb bo'lsak, tashqi likit. Bu joyda nima deb olamiz? Internal bo'ladi, to'g'rimi? O'zimizni tilda aytganda, o'zingiz aytdingiz-ku boya. Range high, range low deb yozgandingiz shu joyda, bormi yo'qmi? Aha. Yunakovdan yuzaga keladi. To'g'ri. Manipulationdan Mana. Ko'rdingizmi? Mana Bari. qaysi Keyin aytdingiz. Mhm. Ichki likitdan tashqi likitga, tashqi likitdan ichki likitga dedingiz. Mana bu matnda yozilgan range highdan range lowga yoki teskarisi. To'g'rimi? Da, to'g'ri. Range highdan range lowga. Slowga. Narx tushdi bitta, mana bu joyda. Konsolidatsiyaga uchradi. Lowdan, range lowdan qayerqa? Range highga. Range highga. Yechmadi. Sabab pizzeria bor. Va bu nimaga o'zgarib bo'lgan? Retracement. Qanaqa MXM. retracement? MXMda MMBMda. Ana buy modelda, to'g'rimi? Hozir mana bu qarang, men pastga tushib kelyapti-ku, PDRgacha. O'sha retracement hisoblanadi, to'g'rimi? pizzeriagacha deb turib, mana likit nazar tutyapsizmi? Yo'q. Mana keyingisi aka accumulation ichida hobby Ha, bo'lib bu. ketgan-ku. Da, mana shu. Tepadan qarang. Aha. Ana shu retracement deyiladi, to'g'rimi? Ha, o'zim boya chizib ko'rsatdimmi? Da. Bo'ldi. Zo'r dovdirda yoqib qo'yasiz, bral. Qarang shu mobilda retracement emasmi? Yo'q, Yo'q. Просто bag'ona shuni ko'rsatib turib, bu nima bo'lardi degan paytda men retracement degandim-ku, qanaqa retracement dedingiz-ku, bu MMBM. Keyin chizganingizni keyin bildim. Yo'q, men umumiy kartinkani chizdim-ku inson. Mana bu joyda qarang, nuqta qo'ydim. Mana bunaqa nuqta qo'ydimdan keyin bunday qildim. Men bunday olmadim. Yoki bunday olmadim, to'g'rimi? Undan chizishni maqsadi mana bu joyda Shundan keyin sodir bo'ladi. Mana bularni so'rayapman men. Ha, okey. Out of topic qilmayapman inson. Consolidation low high olinib qo'yilgandan keyin so'ng o'sha sodir bo'ladi. TTFda bu qanaqa qilishimiz mumkin bizda? Движение bosh level. Mana bu birinchi mana konsolidatsiya bo'ladi. Konsolidatsiya bo'lgandan xo'sh. Keyin safar mana bu indikatorlarni mana yerda bitta bosib qo'ysangiz, ekran sal kattaroq bo'ladi-da, kayf qilib ishlaysiz. Qaysini? Mana bu chetdagini? Yo'q, buni yopaman aka. Keyin bu. Ichim siqilib ketadi, uzr aytga bermang faqat. Mana ichim siqiladi, faqat ko'rganimgacha. Xo'sh. Biza ko'rishimiz mumkin, narx qanaqa hosil bo'layotgan. Bizdagi narx tepadagi daily ko'rishimiz mumkin, tepadagi high olganimizdan keyin. E'tibor qiling. Bu nima bo'ldi hozir? Ko'ryapsizmi, likitni yechgan, likit. Tortdingiz degan qo'y, ko'rdingizmi? Bizdagi narx tepadagi Mana shu xiralari. Buni o'zi nima bo'lyapti? Lara bo'lyapti. Likitni yechmay qo'ydi mana bu. Aka, nima uzaytirganda nima bo'ladi shunda? High resistance liquidity run. Unisi low resistant liquidity run bo'ladi, to'g'rimi? Likit yechishda yuqori qarshilikka uchragan, ya'ni nima bo'lsa ham yechgan. Likitni yechishda kam qarshilikka uchragan. O'zbekcha Google Translate tarjimasi shunaqa orom qolish. Maslahatim mana bunaqa eslab qoling. Xaralari yechgan, laralari yechmagan. Lekin baribir nima? Kelasi ham Liquid. bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Hozir mana LR o'sha equal high bo'lib qolyapti, to'g'rimi bu yerda? Shunaqa equal high, equal low, LR. Xaralari lekin unaqa emas. daily ko'rishimiz mumkin, Da. Bu stop rate. Stop hunt. tepadagi high olganimizdan keyin bizada menimcha
Monzli FVga borgan. U zotda bu key level sifatida bizga PDA sifatida ishlab beradi. Bu manelerga tushmadimi mabodo? Yo, endimi? O'zi BJ tashbih. Endi Xo'sh, bizda shunaqa nima bor ekan, ham bizda nima bor? Bizda shunaqa nima bor ekan. Xo'sh, bizda key levelga narx kelgandan keyin key levelda oldida bizda hosil qilgan nima? Buy side hosil qilingan. И bu buy side hosil qilgandan keyin biz ko'rishimiz mumkin nimani? Mana bu joyda bizda yana bitta nima deylik? Key levelimiz bor. Bu BPR. BPR. BBR. Yo, aka BPR. Nima qilyapti narx? Narx kelib beryapti. Mana bu liquid olib bizda V shaklini hosil qilyapti. Shunaqa eshitibdi просто. iPhone'ga emas bu. Просто o'zi tekstni. Mana bu yerda bizda reversal kechyapti. Reversal bo'lgandan keyin ko'rishimiz mumkin. Bizda expansion. Expansion ko'rishimiz mumkin. Expansion Okey. dan keyin retracely mana bu key levelgacha yetib kelyapti. То есть mana Men sizga tushuntiraymi? Mana bunaqa pizda siqilib sikilib keladi-yu, lekin baribir keladi. Ezish kerak, tushundingizmi? Odamni ichini ezish kerak. U ezmasa hisob emas, u retracement emas. Mas, ha? Wow, okey. Mana bu joyda ezmaganda, qarang. Tushunyapsizmi? Bu tarafi ham shunday. Ezmagan. Hasbirga olganingizda bo'lishi mumkin edi. Mana bu harakat, qarang. O'zi mana bu joydan bilsangiz bo'ladi, ko'ryapsizmi? Zo'rg'a chiqarib, tashlab olgan. key levelgacha. Bu key leveldan yana Mana yana. Expansion Tipada baribir. ham, tipada ham. Tashyapti, ko'rdingizmi? Qiynash kerak ekan. Ha, mana yana qarang, qiynayapti. Bu retracement bashariy expansion, tushundingizmi? Ha. Tag ma'nosi expansion, lekin retracement ko'rinishida. Tushundingizmi? Expansionni qanaqaligini bilib olishingiz kerak-da. Shu, mana misol uchun mana bu yerda ikkita tushdi, keyin nima qilyapti? Rosa qilyapti. Taq etib yana tushib ketdi. Ezmasa hisob emas, u retracement emas. Hozir bu yerda nima? Reversal bo'lyaptimi shunda? Esingizda? Mana birinchisida mana retrace emas dedingiz-ku. Mana bu yermi? Yo'q, bu joy expansion, to'g'rimi? Mana bunday tushdida, key levelga keldida, Bo'ldi, reverse bo'ldi. Da. Bo'ldi. Ikki tomonga bir-biroviga qarshi expansion berdi. Undan keyin mana pastga bitta FVGga tushib beryapti-ku. Reversal aytilganday yo liquid yoki pizere zonada mana bu narsalarni hosil qilish kerak. Templet. Ahvol. Pizere bormi? Shunaqa narsa bo'lyaptimi? Bor. Bunday yurmayapti-da. Mana bu reversal, mana bu anaga o'xshamaydi, retracementga o'xshamaydi, expansionga o'xshamaydi, consolidationga o'xshamaydi, tushundingizmi? U keladi, ketadi. Tamom. Keldi, ketdi. Bu reversal. Yo'q, bilaman. Xato demadim. Yo'q, bu reversal. Birinchisi dedingiz-ku, birinchisi shuda. Yo'q, bu reversal. Undan keyin tepaga chiqdi-ku, tepada chiqqandan keyin pastga tashladi, yana mana PDR zonasiga. Bu yoqqa. Ana shu ikkinchisi nima biladi shunda bu? Bu retracement, bu expansion. Yo, buni siz retracement dedingizmi? Yo'q, buni men o'sha expansion. Bu tarafda ham expansion dedingiz-da, agar Yo'q, bu tomonda retrace dedim. To есть reversal berdi dedim. Reversalda o'sha expansion nima deydi? Displacement qildi dedim. Displacementdan keyin retracement qilib PDRga tushdi dedim. Endi qarang. Men buni nimaga asoslanib aytyapman? Narx chiqdi-yu, ko'rdingizmi? Chiqdi. Keyin har bitta candle'larni soyasiga e'tibor bersangiz nima? Shularni oralig'ida yuribdi. Ko'ryapsizmi? Mana bu ikkinchisi shuni yorib o'tolmayapti. Keyin bu. Ikkinchisi yorib o'tolmayapti. Tushundingizmi? 3. Nima degani? Bunday kelganda keyin ketdi. Yana bunday kelganda keyin ketdi. Tushunyapsizmi? Buni qarang. Qora bo'ldi. Juda ham ko'p tushib ketdi. Yoki mana bu nimagacha? iPhone'gacha. iPhone'ning ta'mini siz bilib olishingiz kerak-da, birat qarang. iPhone'ga qanaqa kuchli narsaligini bilib olsangiz, pizdes narsa faqat to'g'ri joyda, to'g'ri momentda ishlash kerak. Ko'rdingizmi? Qarang. Mana. Ko'rdingizmi? Ketdi. Hech narsa chiqmaydi-yu. iPhone'dan nimadir chiqadi. Tushundingizmi? Mana. Ko'rdingizmi? Yana qayerda bor misol uchun? Mana, misol. Buni ola olamizmi? Buni ola olmaymizmi, manimcha?
Chunki likvid yechmagan-ku bu. Inson qanday yechmaydi? Mana bu joyda hay desangiz, mana bu joyda low desangiz, to'g'rimi? 50%, to'g'rimi? O'zi oxirgisi. Siz D1 da ochib ko'rsatyapsiz menga. Vaholanki. Mana bu Ha. joyda mayda desangiz, mana bu ikkita D1da haychilardan biridan tushunib olsangiz bo'ladiki, bu yerda IQ haylar qolib ketgan. Ha, Keyin shu yerda okey. haftada ko'ramiz. To есть Oktyabr agar oyi. shu LTF'da bo'lganida bu olinmasdi, to'g'rimi? To есть yaxshi deb bo'linmasdi. Nima degani? Yaxshi deb olinmasdi. Endi biza o'sha aytdik-ku, IFFga bo'lish uchun oxirgi LTFga shu yaxshiligini isbotlaydi demoqchiman. LTFga o'tsangiz, shu narsa shunaqaligini ko'rsatadi sizga. D1da siz mana bu iPhone'ni hatto tortmayotganingizni aytadi deyapman, tushunyapsizmi? Oktyabrmi? Uni tushundim. Prosta men aytayotgan narsam mana bu xuddi shunaqa holat bor. To есть mana M1 deb olsak, M1da xuddi shunaqa holat bo'lyapti-da. Shunaqa Mana, iPhone'ga tashlab ketyapti. yo'q, bu joy mana. Mana shu joyda aytganmiz. Mana Yo'q, iPhone'ga undan pastida-ku. Ha, ana shu. Bundan past emas, brat. Shu joy. Endi bu joyga mana bunaqa ko'k qo'yamiz. Misol uchun. Mana, ko'rdingizmi? Bu ikkalasi dedim, equal high bo'ladi dedim mana shu joy. Ko'rdingizmi? Mayda time frame bo'ladi. Ko'ramiz. Nima ekan odam bolasi? Equal highlar. Endi bu joyda nima bo'lyapti? Likidlari bor. Ko'rdingizmi? Darsi mana yerda ham bor. Ko'ryapsizmi? Tortasiz. Demoqchi bo'lganim, buni range high sifatida olsangiz, qani mana bu joy tushgan edik-ku biz. Jala. Ko'rdingizmi? Premium zona. Zonasi. Shu yoqqa boryapti. Nima bo'lgani? Mana bu yerdagi 0.5 dan tepasi bu joyda likid ekanligini aytyapti. Bu tortyapti. Solishtirib qaysinga? Nexia yoki GPPga. GPPni o'zi yetadi deb o'ylayman. Nexia bizga ish qoldirmasa kerak deb o'ylayman. Ana. Ko'rdingizmi? Ish qoldirgani yo'q. Mana bu joyga qarang. Yoki mana bu joyga qarang. Ko'ryapsizmi? Zo'rg'a boryapti. GBPSDda bu yerda mana bu iPhone'ga bo'lib beryapti. Zo'r iPhone'ga bo'lib beryapti. Ha, ana shu iPhone'ga zo'r. Ko'rdingizmi? O'zi aka, iPhone'ga nima yondan oldingiz? Bunimi? Shu-ku. Bu BPRda endi men uchun nimasi bo'ladi? Ha, bo'ldi. Okey, tushundim. Yaxshi, zo'r ishlaydi-da bu, tushuntira oldimmi? BPRlar ham yaxshi ishlaydi. Venom model. Mana bunaqa olsangiz, brat, qarang. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Bu yerda уже ketib bo'lgan. Javobini berib ketgan. Потому что mana bu kelajak uchun likid bo'lib qolishi uchun. Siz bunaqa oladigan bo'lsangiz, уже invalid-da bu iPhone'ga. Chunki joyda javob berib ketgan-ku. Da. Mana bu BPR. Bunday qo'yadigan bo'lsangiz, Fogo bilan BPR ozgina bir-biriga o'xshab ketadi. Keyin shu nuqtasiga borasiz mana. To'g'rimi? Mana bu hayga nisbatan e'tibor qiling, nima qilyapti? SMTmi? Bizmi? Mana hay. Bo'ldi. Ketdi keyin. Mana bu joyda. Ana shu SMTga kelgan payti bitta narsa so'ramoqchiman-da. SMTda qaysi aktiv kuchli bo'ladi? Likvidni olganmi yo ololmaganmi? Olgani. Uzri sizga qo'pol bo'lsa ham savol beraman. Tasavvur qiling. O'zingizdan emas. Harom savol lekin. Bunaqa tushuntirmasam tushunmaysiz-da. Bitta oshnangiz. Qarayapsiz, nozik, nimjon, zaxda o'tiravergan, ko'kmizda ishadi. Bitta oshnangiz zalga chiqyapti, lekin hech o'xshamayapti. Boyagi kachuk bo'lsa ham qo'pol qilayotganda bolali bo'lmayapti.
boyagi yo'g'urtcha pismoqcha ikkita o'g'ilni bosib qo'ygan. Tushuntira oldimmi? Aha. Shunda kimniki kuchli? Ikkita nima o'g'li bor ishda zo'rmi? Mana bu brat zalga chiqsa ham foydasi bo'lmayapti. Bilmadim, endi sal kattaroq yoshdagilar uchun misol bo'ldi bu. Buni tushundingiz deb o'ylayman. anonga o'tib, konsolidatsiya o'tib, yana qaytib expansionni boshlab ketyapti. Buni ko'rishimiz mumkin. Yana kichkina mana bu birinchi flagimizga borib beryapti. Borib bergandan keyin yana konsolidatsiyaga tushyapti. Bizada keyin ko'rishimiz Inson konsolidatsiyaga tushmayapti. Expansiondan keyin yana retracement, expansion. Keyin yana retracement. mumkin. Nima liquidness olib ketyapti. Liquidnessga kelgandan keyin bu liquidnessni olyapti-da, ichki katta time frame'da nima deyiladi? Mana endi biz order blokimiz bor ekan. Order blokimiz bor ekan. Blokimiz bor ekan. Bu order blok ishlab bo'lganda brat qarang. Shu joyga bitta bor edi. Mendan nima ketdi to'g'rimi? Davrda siz davrda ko'rsatmadingiz hozir buni. Nedelada ko'rsatdingiz. Davrda dedingiz. Order blokimiz bor ekan. Biz retrace qilib tushib kelayotgandan shudan olyapti deb mana. Mana qarang, endi qarang. Key level sifatida. Davrda nima ekan bu? Liquidness. Range high, range low. To есть range'da high olgandan keyin range low'ga tushib beryapti. Keyin to'g'ri trend bo'lib, itovasini yasab olib, qayerqa? Buy side'ga. Haydab. Bu yerda nimadan ketyapti? Measuringdan. Yashang. Bizda mana bu yerda order blokimiz bor ekan, ham nimamiz bor bu yerda? Bu yerda bizda ichki likvidimiz bor. Ichki likvid yechilganidan keyin OB'dan bizda yana nima bo'lyapti? Mana shu yerga reverse flip ichki likvid olishga tushgandan keyin narx yana agressiv darajada harakat qila boshlayapti. Mana bu yerda kichik retrace bo'lib ketgan, mana bu yerda measuring gapi bor. O'zini mana bu yerda measuring gapi bor, birinchisi measuring. To есть mana bu yerda birinchisi measuring, ikkinchisi mana bu bu measuringlar reaksiyasini olib, expansion qilib, agressiv darajada ko'rishimiz mumkin, expansion qilib chiqib ketadi. To есть keyin bizdagi buy side liquidnessimizni yechib beryapti. Undan keyin nima hosil bo'lyapti? Bizda katta sechadan keyin bizda ko'rishimiz mumkin nima? V-образный действие. V-образный действие bo'lib, expansion bo'lib, mana bu yerda kichkina time frame'da ko'rishimiz mumkin. Nechadir kun konsolidatsiya turib qo'ygan. Konsolidatsiya turib qo'ygandan keyin bizda retracement boshlangan. To есть mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xato aytib mana ko'ryapmiz. Hech qachon konsolidatsiyadan retracement bo'lmaydi. A вот mana ko'ryapsizmi? Bunday qilib retrace qilib tepaga. Bizda PDR'imizga kelib berib, PDR'dan reaksiyasini olgan. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, bizda nima bor? Ichki likvidni yechgan IFV'imiz bor. To есть mana ichki likvidni yechgan IFV'imiz bor. Shu mana bu yerda. Ichki likvidni yechgan IFV'imiz bor. Shu IFV'ga kelib reaksiyasini berib, yana pastga tushgandan keyin yana retrace qilib, yana expansion ko'rishimiz mumkin. Shu expansion boshlanyapti, bizda nimaga? Pastdagi low'ga yechyapti. Bu low birinchi maqsad bo'lgan. Bizda birinchi objective deydi. Narx birinchi objectivimizda maqsadimizni yechish. To есть maqsad mana buni yechish. Yechgandan keyin ko'rishimiz mumkin, bizda konsolidatsiyaga tushib qoldi. Konsolidatsiyaga tushgandan keyin yana expansion ko'rishimiz mumkin. To mana bu low'gacha. Menimcha katta ehtimol bilan bu yerda SMT berib qo'ygan. Ko'ramiz. Narx mana bu yerda bo'lmaydi. Davlat. O'tib DXY'da. Qaysi kunda? Xo'sh, bizda 26-mart и 1-avgust. 16-mart. Mana bu bizda 16-mart и 01-avgust. 01-avgust. Ko'rishimiz mumkin. Bizda birinchi anonimiz, hammasini o'chirib qo'ysak. Birinchi SMT'miz, mana bu yerda SMT. DXY bilan. Shuning uchun avrilmagan. Keyin ko'rishimiz mumkin, bizda agressiv darajada harakat qilgandan keyin birdaniga shu o'zimizda tushib berib, yana qaytadan bittada buni yeb yuborgandan keyin bu yerda bizda CIC'ga hosil bo'lib, CIC'ga reaksiyasini berib, qaytadan bizga pastga tushgan. Bu likvidni ko'rishimiz mumkin. Bizdagi anov yechib qo'ygan. Mana mayda time frame'ga kirsak, bizda 4 soatlikka kirsak, ko'rishimiz mumkin. Bizda PDR deb turib aytishimiz ham mumkin degandek. Likvidness lekin bu yerda yecholmaganmi deb o'ylab qoldim. Yecholmagan bo'lsa, bizda mana bu yerda order blokimiz bor. Order blokimiz bor. Mana bu yerda yana SMT bergandir. Mana yechgan ekanman. Короче, sabr SMT darsida o'tgandek, biz sabr qilishimiz kerak. Bir SMT'ni berdi. O'sha ikkinchi SMT'ni berdi. Mana bu bilan ko'rishimiz mumkin. Menimcha mana bu ham SMT bor. Dnevnoyga qaytamiz. Narx harakatini ko'rib dnevnoyda. Xo'sh, bundan keyin bu likvid olganimizdan keyin biz ko'rishimiz mumkin yana bir reversal. Reversal hosil bo'lgandan keyin bizda PDR zonamizni olib ketadi. Daily FVG. Daily FVGdan keyin biz o'zini ichiga kirgan FVGni o'zini likvidini yechishini, undan o'zini oldingi kundan likvidini yechishini, bizda ko'rishimiz mumkin. Nima bo'lyapti? Fake breakout oldingi darsda keyin. Shu joydan bizda narxni tasdiqlashimiz uchun nima? CICD hosil bo'lyapti. Bu retrace qildi, expansion boshlandi. Expansion boshlangandan keyin
ko'rishimiz mumkin. Narx tag'ara deyishlar bajargandan keyin shunaqa harakat qilinadi. Hozir biz ko'rishimiz mumkin. Narx buni expansion qilgandan keyin pastga tushib mana bu bo'lgan. Mana bunday ekan, xo'sh. 23-fevral. 23-fevral bo'ldi. Mana bizda mana bu pastda esa bo'lib ketdi. Euro yuzini qanday? Euro yuzida mana ko'rishimiz mumkin. Tepada yoki bermoqda. XY bar. Menimcha nega o'tsak bizada nima bor? Nimasi berib ketganman, lekin mana bu o'zim tozalamaganman. Bizada nima bo'ladi? Bu breaker sifatida ishlaydi. Breaker sifatida ishlaydi. To'g'ri. Hozir shu yerda to'xtating aka. Bitta savolim bor-da. Mhm. Mana shu tepada ko'rayotganimiz har xil bo'lib ketgan-ku, tantala bo'lib ketgan. Mhm. Mhm. Shuni qaysi biri order block, qaysi biri breaker bo'lib ketadi? Endi sal detskiy savol, просто tushunmaganim uchun so'rayapman. Juda ko'p xato qilaman shu payt. Qarang. Nizeli uchun oladigan bo'lsangiz, aytganingizdek juda ham katta va qo'pol. Mana bu o'zi oxirgisi bo'ladi. Breaker ham, obi ham shu yerda. Mana bu foiz. Lekin bu pala parcha bo'lgandan keyin bizga nima kerak? Kotirovka kerak, to'shda filtrlash uchun. Tushunyapsizmi? Bir nechta quotes bo'lishi kerak. Kotirovka deganda u paralarning kotirovkasi emas. Yo, nimaniki ham to'g'ri. Forex.com onda. Yo'q. Ha. Saralash kerak. Tushundingizmi? Saralash degani siz mana bu katta obini olmaysiz, to'g'rimi? Mana bu joyda obilar turganda yoki mana bunaqa obilar turganda qarang, bu ishlar bo'ldi, okey. Bitta bu turibdi. Endi sizga savol. Siz buni mana bunaqasiga ketishini kutasizmi yo sal mantiqli bo'lib turgan mahal mana bu fogi bo'ladigan taqdirda ham badinqiy tepaga chiqadi. Chiqqandan keyin nima qiladi? Mana bu joyga ham javobini berish mumkin. Lekin bunday qaraydigan bo'lsak, narxi tushishda bizga sodir qilayotgan joyi bu ham likvid, bu ham likvid va bu ham likvid bo'lib qolyapti. Nu, birlamchi poyiz zonasi sifatida bu 50% oraliq. Bu endi bu prям pizdes ketdi. Tushunyapsizmi? Keyin nima qilasiz? Narxni mana bunaqa SMT hosil qilish uchun o'z holiga qo'yasiz. Time'ga topshirasiz. Sizni ishingiz kerakli price'da qatnashish. Uni sizga mana bu kafolatlaydi. Qanaqa qilib? Kerakli momentga, kerakli vaqtda kelishi bilan. Siz ham keyin nima qilasiz? Aynan o'sha momentda kerakli price action'da ishtirok etasiz. Uning uchun prosta kutish kerak. Sabr. Boshqa iloji yo'q. Bu xato emas, to'g'ri. Hobiylarni olish jihatdan to'g'ri. Chunki men ham buni olmayman-da. Men qaradim, bunga javob berib ketdim bu. Lekin bunday qarasak nima bo'lyapti bu? Likvid bo'lib qolyapti. Shuning uchun sabr qilib, qilib mana bunga topshiraman. Keladi, SMT'sini yasaydi, ketadi. Keyin time frame alignment bo'yicha ham qarash kerak. Qaramasangiz bo'lmaydi. Misol uchun H4da bu qanaqa bo'lib turibdi ko'ramiz. Nedelaga solaylik. Mana bu joy ekani. O'chiraylikmi? Bunga qo'yamiz. 18 348. O, mana ular nima akajon? LR aka bu. Bo'ldi. Buni nima qilishni kutamiz? SMT berib. SMT berib desangizda to'g'ri, maqsadga muvofiq. Juda ham zo'r. Yechilgandan keyin enter qilishni SMT'sini kutib, narx hosil qilish. Birinchi o'rinda likvidni yechishini kutasizda, bo'ldi. Siz endi bu price action uchun weekly'dagi holatdan keyin H4da bu joydan kirgan taqdiringizda ham xato emas. Hujum qayoqqa? Raise low. Chunki bu nima? LR. Mana shunaqa joylarda ozgina talashmay ham qo'yaverasiz. Tushib ketdi. Shu o'zi
Tushgandan keyin yechish kerak edi. Yechmadimi? Demak, D1da nimadir bor. Ko'rdingiz? Hmm. Mana bu D1da nima bo'lib turibdi? CBA. Ko'rdingizmi? Aha. Yoki-da deb qarab olasiz. Keyin bunday tekshirasiz. Bu ham yetishmayapti. Demak, nimadir ne to. Ko'rdingizmi? Dikshuyayda aka manimcha yechib qo'ygan buni. 100 taligacha biroq bu katta ehtimol bilan endi jamlaqa 100 taga deb olmang, katta ketganga o'xshab. Bu ikkalasi bir xil harakat qilib turib yechmagandan keyin Uyga yechadi-da, to'g'ri. lekin degan joyi bor aka. Bu mana bu nuqtaga nisbatan yechgan. Ya'ni mana bu joyi bor edi-ya, shunga nuqta. Shu nuqtasiga nisbatan yechgan. Tushuntira oldimmi? Aha. Bu yechmadi, bu yechib qo'ydi. Lekin price action qanaqa bo'lib kelyapti weeklyda ham, boshqasida ham qarasak. Buni bunday olamizda, buni qo'yamiz. Ko'rdingizmi? Bu yerda fokusi bor edi boshida. Vaqt kelishi kerak. Uzr. Mana endi yaxshi. LRga aka. Kamida o'sha joyga. Ko'rdingizmi? Hmm. Hafta yopilishiga 2 soat vaqt qoldi. Yaxshi. Bu keyingi hafta max Equilibrium. endi u nimaga to'g'ri kelyapti? Pideriga. Borib qarasak, nima turibdi? Bida OB plus короче bu ana bo'lolmaydi, bu unicorn bo'lolmaydi, uncha явный breaker kerak, to'g'rimi? Bo'lmaydi, to'g'ri. Qayerda Hobby. nima unicorn bo'lishi kerak? Qayerda явный breaker kelyapti yoki iPhone'ga? Tushunmadim. Bo'ldi. Yo, просто Hamma. turasdan tushunmay qolganim uchun savol berdim-da. Mana bu yerda mana OBda ichida ana qolib ketgan-ku. FVga. Tipada aka, o'sha belgilab. Mana uni. Uni qilolmaymizmi deyapman-da. OP small anonsi yo'q, boshqacha животный. Unicornda breaker bilan FVga, iPhone'ga bitta joyda kelishi kerak, tushundingizmi? Ha. Breakerni qarang, brat. Breaker esa OBdan katta, 7 avloddan katta. 6 bepish bo'lib turibdi-yu, OB. Qultoy bu, короче. Hozir qarang, men bunga javobini berib ketgan-ku FVga. Bu endi nima, likvid bo'lib qoladimi u tepasi agar chiqib beradigan bo'lsa? Solishtirish kerak. Nikitga o'xshayapti. M15 o'zini, H4 o'ziniki. Olamiz. Mana bu joyda uni likvidlarni yechgan normalniy, to'g'rimi? M15da bitta javobsiz OB mana shu. Lekin uni nimasi bor? Vision. Bo'ldi. O'zimizni kutuvlarimizni shunga qarab to'g'rilaymiz, brat. Biz qolaversa bu ham qora bo'lib qopti. Tushuntira oldimmi? Shunaqa. O'sha yoki Monzo. Monzoda ko'rishimiz mumkin. Biz katta order blokda ishlatilgan ekanmiz. Qanaqa Pideri zonasiga kelganimizdan keyin biz ko'rishimiz mumkin. Deyishgan. То есть tepada SMT bo'lgandan keyin nima bo'lyapti? Bizda reverse bo'lyapti. Reverse bergandan keyin ko'rishimiz mumkin. O'zini likvidlarni tozalab kelib, oxiri tozalab kelib, menimcha mayda time frame'da bu o'zini Pideri zonalariga kelib bergandan keyin, mana bu qayda olgandan keyin ko'rishimiz mumkin. Bizda mana qarashga maybe SMT'miz bor. Maybe yana bo'ladi. Yo, SMT bo'lgan. Ko'rishimiz mumkin. Undan keyin bizlarga yana distribution variant, tomon bu expansion variantimiz, tomon bu Pideriga solib kelyapti. То есть mana bu ko'rishimiz mumkin bizda retracement, expansion, retracement, expansion yana. Narx pastgacha olib beradi o'shaga. SMT qilib qo'ymagan bo'lsa. Yaxshi. Nice. Yaxshi. Yomon emas. Xo'sh, bizlar keyingi darsimiz bu equal low bilan equal high. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda equal low degani bu masalan mana tushib, o'zida kelgan, ko'tarilgan, bizda mana bu likvidni solib ketgan, to'g'rimi? Mana bu likvidni solib ketgan. Lekin bu kelib ko'pincha bunday qilib olib ketadi. Lekin bu nima qilgan? Bizda bunday qilolmagan. Shunday qilib bizda equal low qolib ketgan. Tepaga ketadi, bu nima qilar ekan? Bizda kuchli bu likvidni so'zib qilganligi uchun equal low bilan equal high bizda juda kuchli likvidni hisoblanadi. Mana keyin qaytadan kelib shu equal lowga olishga tushadi. Bu equal high mana buni yechgan, lekin bu nega yecholmagan bu ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nima bo'lgani? Yo'q, equal high bo'lmasdi. Equal high bu o'ziga yaqin highlar degani. Bu equal low bizga yaqin lowlar degani. Xo'sh, bizda equal low bilan pastga tushib ketdimi? Undan keyin ko'tarilib turib buni olishga chiqadi.
Shuni grafikda ko'rsatib ko'ramiz ketdik. Grafikda ko'rishimiz mumkin, mana bizga equal qayga kiradi. Mana bu ham bizga equal qayga kiradi. Boshqa equal hello bo'lmaydi ko'rishimiz mumkin. Equal high, Nice, equal low nice. bilan birga. Bu joy equal bo'lib ketadimi bilmayman, equal qo'yib qo'yamiz. Mana equal high. Mana buni hech kim equal high bo'la olmaydi shuning uchun. Bu bundan uzoq, bu bundan uzoq. Bular yetgan, bu yetgan, bu hammasi uzoq. Uzoq bo'lib ketsa ham olaveraylik, ha? Uzoq bo'lib ketsa ham, yaqin bo'lib ketsa ham oling, lekin narxga nima bo'ladi? Hamohang tarzda. Tushundingizmi? Mana bu uzoq, lekin baribir nima? Shu trend uchun tegishli. Va bu uzoq bo'lishiga qaramasdan, buni javobim nima bo'lyapti? Uzoq bo'lyapti. Yechib beryapti. Uzoq bo'lyapti. Bu kichkina keldi, ketdi. Qanaqa bo'ldi bu? Reverse. Bu yerda mayda time frame'da equal bo'lib bo'lishi mumkin. Mana bu joy mayda time frame'da, mana bu joy. Mayda time frame'da equal bo'lib bo'lishi mumkin. Mana pastda equal bo'lib bor. Bu yechgan mana ko'rishimiz mumkin. Buni yechgan mana. Bu yo'q mana. Bu ham yo'q. Buni ham bu yechgan. Mana bu bo'lib qolishi mumkin equal. Nice. Trendline Phantom soundki, plus Trendline Phantom haqida. Trendline Phantom bu biz bilamiz, qonunlik iddaada Shunaqaga slashga man qo'yganman, pustoy nimaga? Chiroyli qilmaganman-da, ketib qo'yganman. Tushungan narsam. So'zlar qilmayapsiz-da, so'zlar. Mayli. Bu bank price delivery algoritmda. Bu yerda ko'rsatgan tracing bordi. Narx miqdori siqilib chiqadi. O'shanda siqilib chiqsa, mana bo'ladi. O'shani tagida ko'rishimiz mumkin. Bizda siqilib chiqib, mana PDRga bizda reaksiya berish uchun chiqib ketyapti. O'zini likvidnost tashlab, mana qilib tashlab ketyapti. Xuddi o'sha narsa bizda trendline phantom deyiladi. Biz mana bu endi shuni sell variantini ko'rib chiqamiz. O'sha shartli order bo'lgan payt qanday bo'ladi. Bizda ko'rishimiz mumkin, order flow retracement qilib tushib ketadi. Mana bu HDFni PDR bor. Shunday chiqadi, mana bu likvidlar hammasini yechib ketadi. Shuni bizda trendline phantom deyiladi. Endi buni kelida grafikda ko'rib chiqamiz. Mana bizda mana trendline phantomga kiradi. Kelajakda bu ko'rish mumkin. Odam manimcha o'zi bo'lyapti-yu, mana trendline phantomcha bilib qo'yishimiz mumkin, bo'lyapti. Mana bu trendline phantom bo'lganmiz. Mana bu yerda ham mana jicha trendline phantom bor. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana yaqqol misol trendline phantom bilib ketyapman. Mana shu holatni ko'rishimiz mumkin. Yana qanday holatlar bor? Mana bu holat trendline phantom bo'ladi. Yana qanday holat bor? Mana o'zini opsiya olsa ham yo'q bo'lib ekan. Mana buni trendline phantom bo'lsa bo'ladi. Mana o'zini. Mana buni trendline phantom bo'lsa bo'ladi. Bu kichkina time frame'larda yaxshiroq ko'rinadi. Nasdaqda o'tadi, Nasdaqda bu rasmlar ko'ringanlar eng o'zgarishni ko'rsataman. Mana bu narsa trendline phantom deyiladi. Ko'rishingiz mumkin. Narx siqilib chiqadi, mana buni bizlarga ko'rishingiz mumkin. Narx mana shu davrgacha. Nasdaqda bu meni ko'proq bo'ladi o'ylayman. Mana bu ham kichkina trendline phantom. Mana buni trendline phantom bo'lsa bo'ladi. Ko'rsam bu eng 15 ta mana bu ham trendline phantomga ketaveradi bizga. Вот. Mana bu trendline phantom pastdan tortiladi. Bu trendline phantom narsa. Trendline phantom soundki, plus trendline phantom haqida. Juda. Mana bu trendline phantom. Siz pastidan tortarkansiz-da? Ya, aka bir bo'lib qoldi endi o'rtada mandrajlarni bo'lib qo'ygan-ku. Ko'p mandrajlanyapsiz-ku, brat. Mayli. Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan standart deviation haqida planashtiruvlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi turimiz bu ODE turimiz. Uni любой qonunga qaramaydi bu yerda. Faqat narx keldi, PDRga tegdi. MSS hosil qilgandan keyin biz ko'rishimiz mumkin. Bizda bu analiz boshlagan expansion reversal bo'ldi. PDR olingandan keyin reversal bo'ldi. Reversalda expansionga, mana bu expansion bu PDRga tushsa, expansion qanaqa qarshi expansion bo'lsa biz bilamiz reverse bo'ladi. Expansion bo'lgan payti nima bo'ladi? Displacement FVlar OBlar qoladi. Mana shu OB FVlardan biz tipa high bilan, razvorat bo'lgan joyda high bilan PDRda low'ni olsak, 1.0 qilib tortsak, bu 0.62 va 0.79 zonasi bizda o'ta yozamiz. To есть optimal trade entry. 0.79 zonasi bu ekstremimiz. To есть FVimiz bo'lsa, 0.62 zonamiz bo'lsa zo'r. Bu degan keladi, xuddi kelib, FVga berib, tash berib, mana bu o'zi ikki yer qilsa bo'ladi. To'y qanaqa qilinadi? Ko'ramiz hozir. Long ko'chamiz mana 0.72 ga kelgan payti deymiz. Stop manberlar bo'lsin deymiz. T kelsa deymiz. 1 yoki mana 1.5 deymiz. Shularda bo'lsin deymiz. Ko'rishimiz mumkin, ha? Lekin bizga ana yaxshi zonamiz mana 1 bo'lishi ham mumkin. Oxiri mana 0 olib chiqib. Lekin 2 mana kelgan. O'ta shunaqa hozir bozorda ham ko'rsatib turadi. Ikkinchidan standard deviationimiz. Ko'rishimiz mumkin. Bizda nima? Narx qanaqadir trend hosil qilib kelib, bizda HTFni PDRga kelib, ko'rishimiz mumkin bo'ldi yangilab. Tepadagi high yangilagandan keyin bizda MSS qo'ygan. Bizda standard deviation nima o'zi? Bu bizani take profitlarimizni aniqlashga yordam beradi.
take profitlarimizni aniqlashga yordam beradi. Unda ham xuddi shu narsa. Faqat bu tipadagi high emas, MSS ortilgan joydan qilinadi. То есть mana ko'rayotganimizda 0 bilan 1 bizada o'sha MSS buni o'z reverse paytidan reversal tagga olamiz. To MSS gacha, to есть 0 dan MSS ga qo'yamiz. Undan keyin biz ko'rishimiz mumkin, bizda standard deviation tepalab chiqadi. Keyin ko'rishimiz mumkin bog'ning FVG va rollerdan kirsak, long pozitsiya ochamiz bunday qilib, to standard deviation 1, xohlasak 2, xohlasak 2,5 ga qo'yib rate qilishimiz mumkin. Bu ikkovi shunaqa narsa, hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana bu yerda birinchi nima? Bizda liquidity pool yechilyapti. Liquidity to есть equal high equal low equal high yechilyapti. Liquidity pool yechilyapti. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda bizda D1 FVG bo'lishi kerak. Вот, bizda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Live fit ketgan FVG emas. To есть ana FVG ga kirgan live fit ketganmiz. Yana bitta highni olib yopilyapti. Числа qo'yib mana. Да, вот. Limon 4 soatlik deyapti. Xohlasak 4 soatlik qilamiz. Bizdagi tepadagi liquidness yechilgandan keyin ko'rishimiz mumkin agressiv reverse harakatini ko'ramiz. Reverse harakatini ko'rganimizdan keyin bizdagi nima? Po emas, bilan tam tepaga cholish uchun yuboradigan breaker. Mana breakerni topganimizdan breaker bor-ku keyin aka. biz ana o'sha 0 o'rtaga zonamizni tortamiz. Tepadagi highdan past. Breaker anov nima deydi? Shunaqa mana narx trend bo'ylab ketadi. Masalan, siz ketish kerak bo'lgan joyda qanaqadir nima F ta deydi-ku, shunaqa zonaga to'g'ri kelyapti so'rama. Nima iftar? F ta A degan anaqa. Narx qaytarib yuborishi mumkin bo'lgan zonalarni ham shunday deyiladimi? Nima deyiladi, uni tushunmadim. Bo'ldi aka. Skip tamam. Seriz ayting, tushunmadim. Men sizdan to'g'ri so'rayapman. Siz ham to'g'ri ayting aka. Xo'sh, mana masalan, biz ko'ryapmiz, mana pastda likvidness olinadi deb o'ylayapmiz-ku, to'g'rimi? Mana bizda breakerimiz bor, to'g'rimi? Shu breakerimizdan qaytib ketishi mumkin-ku tepaga. Shu qaytib ketishimiz mumkin. O'sha breakerni FTA deb aytiladimi deb so'ramoqchiman. Qaysidir bir joyda ko'rib qoldim-da shuni. Twitter'dami bir joyda ko'rib X. Nima degani iftar? To'liq ma'nosini so'rayapman. Aka o'shani izlab topib yuboraman sizga bo'lsa. To'liq anonsini bilmayman ekan, shu bir bola qarshilik ko'rsatgan. Okey, qarang bitta narsa. Qaytarib uradigan nuqta boshqa narsa. Reaksiya berib ketadigan nuqta boshqa narsa. To'g'ri trend bo'ylab PDR qaytarib uradi. Bu yaxshi. O'zi kontekstga kelganda to'g'ri trend bo'ylab qaytarib uradi. Tushundingizmi? U ikkita holatda bo'ladi. Birinchisi continuation, ikkinchisi reversal. Ya'ni ma'lum bir nuqtagacha qarang. Ma'lum bir nuqtagacha high chiqish kerak bo'lsa, chiqib beradi-da, keyin qaytarib uradi. Ko'rdingizmi? Bu reversal holat. Endi ikkinchisi continuation. To'g'ri trend bo'ylab nima qiladi? Chiqqan taqdirda ham sellga baribir nima qilaveradi? Qaytarib uraveradi. Tushuntirdimmi? Endi oddiysi bor. Mana bunaqa PDR, endi PDR deganda likvidni tushunib olaverasiz. Bu reaksiya beradi. Nega? Chunki u yetarlicha joyga borib bo'ldi. SMR hosil qilib bo'ldi. Smart money reversal bo'lyapti. Va u trendga nima? Teskari. Tushuntirdimmi? Ma'lum bir nuqtagacha borib beradi degan. Yorib ketmaydi o'zi kutgancha. Ya'ni higher high yoki lower low qilmaydi. Lekin qaytarib boradigan nuqta o'sha higher high yoki lower lowni nima qilib boradi? PDR'dan kuchlanish olgandan keyin to'g'ri trend bo'ylab shakllangan narxda buzib yuboradi. E'tibor qiling. Lower low bu ketyapti mana. To'g'ri? Mana. Buzib ketyapti. Likvidni olishi boshqa narsa mana. To'g'ri trend bo'ylab buzib ketishi boshqa narsa. Xuddi shu joydan tushunsangiz bo'ladiki, bu ozgina reaksiya beradi, ma'lum bir nuqtagacha. Qaytarib uradi, to'g'ri trend bo'ylab. To'g'ri trend bo'ylab qaytaradagani ham nima ekan? Ikki xil ekan. Bir continuation, bir reversal. Reversal mana. Shu yergacha chiqib berish kerak edi bu. Mana bu tushgan narx harakatini 50% ga chiqarib berdi. Tushuntira oldimmi? Qaytarib berdi, rostdan qaytarib berdi. Lekin ma'lum bir nuqtasigacha. Endi u nima qiladi? Uni oshig'ini yurmaydi. Chunki bu nima qila olmayapti? Mana bunaqa higher high yoki lower low'lar buzilish kabi impuls bilan buzib o'tmayapti. Naborot manipulyatsiya bilan borib qaytayapti. O'z nomi bilan bu nima? Reaksiya. Tushuntira oldimmi? Kilogacha. Ko'ramiz mana bu o'sha extreme to o'rta zonamizda bizda nima bor? OB'miz bor. OB'ga touch berdi, ko'rishimiz mumkin. IFV ga qilib qo'yapti. IFV ga qilib qo'yapti, IFV dan pastga tushib ketyapti.
keyin ko'rishimiz mumkin, yana shunaqa o'qib turamiz. Hayda, tam yichildi уже, yana kuchli tushib nima qilyapti, tepaga ketyapti. Yana biz nima qilamiz? Bilan 400 pul qo'yamiz. Yana OTga tortamizda mana bu yerda nima bor ekan bizda? BPR bor ekan. Birinchi son, ikkinchi songa yaxshi ekan. To есть bizda BPR bor ekan. BPR, Blast Price Range. Shu BPR dan tam X ringgacha tortamiz. Ko'ryapmiz 0,105 hammasi take profit olib bergan. Yana qanaqa paytlarda ishlata olamiz? Любой payt. Maybe mana ko'rishimiz mumkin, bizda liquidность yechilgan. Liquidность yechilgandan keyin man agar bu mandan qo'yib qaytganida biz mana bu lowdan tepadagi highgacha olsak bo'ladi. Mana bu joydagi bizdagi OB'lar, mana bu hamma OB'lar, mana bu OB'lar bizga yordam beradi tepaga o'tishga ketishga. Lekin bizda pastga tushib bermagan, tepadagi liquidность olib qo'ygan. Shundan keyin ko'rishimiz mumkin yana pastda. Xo'sh, yevro 100 ga o'tamiz. Yevro 100 deydi ham примерно shunaqaroq, faqat sal boshqacharoq deydi-ku. Shunaqa просто дневной. Xo'sh, tam ko'rishimiz mumkin, FVG likvidность yechilyapti, bizda bir bor, oqqan zonani nimasi bor. Biz o'qyapti, orqa poqasidan endi sekin-sekin tepa ko'tarib ketayotgan paytda bizda ikkita nimamiz bor. Bundan ichidan kelgandan keyin qanaqadir likvidность tortib ishlaymiz. Mana bu yerda bizda SMT Dixie bilan ham likvidность yechilyapti. Bizda high bor, low bor. Ko'rishimiz mumkin, teparoqqa chiqyapti, o'zini tozalayapti. Undan keyin yana pastga tushib ketyapti. Hozirgi take profitlar mana bu joyda turibdi. Mana bu joyda turibdi. Xo'sh, endi standart deviationga ozgina nima qaratamiz? Soatga o'tamiz. Boshidan turib kelgan pozitsiyaga. Bizda ko'rishimiz mumkin high, low bor, high, low, high, low, high, low bor. Keyin bu yerda nima qilyapti? Oxirgi highda bu yerda obnovить qilib qo'yapti. MSS hosil qilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. MSS yo'llaydi. Xo'sh, MSS hosil qilyapti. MSS hosil qilgandan keyin biza mana standart deviation tortamiz. MSS dan to mana bu bo'yicha. Ko'rishimiz mumkin, bizda birinchi take profitimiz olib bergan. Birinchi take profitimiz bu mana bu minus bor. Keyin yana o'ynaymiz high, low, high, chunki mana bu yerda obnovить qilmagan kuchli. Yurgan tepada mana bu joy bizda high bo'lib qoladi. Keyin bizdagi low, high, o'ynab o'tirmadim ichida o'sha shunaqa qildim. Keyin bizda low, mana bu yerda nima qilyapti? Bizda MSS yasayapti. MSS yasayapti, to'g'rimi? Nima qilamiz? MSS dan bungacha standart deviation tortamiz. Mana 2,5, 2, 1 hammasini olib beradi. Ko'rishimiz mumkin high, low, 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 high, low. Keyin tepada yana high, ko'rishimiz mumkin low. Keyin undan keyin ko'rishimiz mumkin, biz mana bu yerda buzilgandan keyin standart deviation bo'lsa kamida 0,1 yo'l bor. Bizda oxirgi high nima bo'lgan? Yaxshi high, MSS bo'ladi. Mana shu bo'lib ketgan, MSS bo'ladi. Xo'sh, biz 0,1 tortamiz bu yerda. Mana birinchi take profitga borib bermabdi-yu, lekin juda katta ta'min olib ketgan bu yerda. Qarang. Ko'rishimiz mumkin high, Uzr. Telefon bo'lib qoldi, endi ko'tarmoqchidan qo'yib qo'ydi bo'ldi. high, low, high. Böyle hech qaysini olmadim. Nimadir juda yaxshi qilganim, shuning uchun tushunmadim buni. Tushunmaganim uchun olmay ketdim. Mana bu high bo'lib qolib, mana bu low bo'lib ketdi. Mana shunaqa narsa bo'lib ketdi. High okey. Bu low, high, low bo'lgandan keyin nima bizda MSS bo'lyapti, to'g'rimi? MSS. Mana bu low bo'lgandan keyin MSS ga tortamiz. Mana birinchi take profit. Aka mana shu mana yo'q deman. High, low, high, Demak, движение bor-ku, bu yoqda. high, low, pastda MSS bo'lyapti, olmay ketdik. Nima qanday o'ynatamiz shu joy? Qaysi manbami? Yo'q, bu tomonda tushunmadim, olib ketmadim dedim-ku. Mana bu joydami? Yo'q, bu tomondaroqda aka yana. Orqada aka, orqa tomonda. Mana bumi yo manami? Yo, tepa aka, mana bu tomon. Yo'q, umuman chizmadim aka, bir где-то 10 sekundga qaytaring orqaga. Mana uni. Ha, ana shu tomonlarni bir ko'rib berasizmi? Shuni bitta qaytib. High, mana bu low bo'lgandan keyin MSS juda yaxshi qilganim, shuning uchun tushunmadim. Ha, tushunmadim deyapman-ku, mana shu joylarni. Ha, bu joymi? Ha. High, low bor-ku. Men bu joyda hayda yangilolmaganini nima qilib belgilashni tushunmadim deyapsizmi? То есть olmay ketdim prям. Hozir mana bu tepadagi bitta hayda oldim. Mana pastdagi bitta low'ni oldim. Bu joyni men sizga o'zim ko'rsatadi chartdan. Bir minut. Что? Maydalaganingizda edi bu. 1 soatlik deydi. Bu joyimda. Yo'q, bu joyimda yo'q. 1 soatlik ekan, aka, 1 soatlik ekan. Mana bu joy? Ha, ana shu joy bo'lib qolgan. Mana bu joyda, menimcha. Ha, ana shu joy. Tepadagi shu joy ekan. Mana shu yarim price action tushunarsiz bo'lib ketgan. Mana shu yo'q. Mana. Yo'q, bu aka GBP ekan, aka, EURUSD qaratib qo'ydi. Bira pizdes choy injalan. O'lib tirilib qidiryapman. Mana u. Yana EURUSD aka bu.
GBP bu. Ha, bu 1.33 GBP. volt. Bo'ldi, aka, tushundim. Mana bu. Ha, bo'ldi. Ha, ana shu joy, ana shu joy ekan. Ya bu GBP emas-ku, bu yevro yuzlik-ku. Bu nima qilyapti shu nuqtasini? Likidini yeyishyapti. Buchi. Yeyicholmayapti. Undan oldin buchi. Bu ham buchi yeyishyapti, bunisi yeyicholmayapti. Nechta senti bo'ldi? 2 ta. Nima degani bu? Tamom degani aka, oqar degani. Нормальный taxirlar bo'lyapti degan. Sizga qarshi chiqsang bo'lasiz degan. Tushuntiradimi? Keyin ko'rishimiz mumkin high, low, high, low. Bu yerda high, low. Men yo'q, bu jarayonni men hozir nima demoqchi edim? O'zi lekin high low'ni aniqlab bering demoqchi edim. То есть high, low. Eski haydan yorib o'tolmayapti-yu, biroq SMT bo'lganini hisobiga tushuntira oldimmi? Nima Ha, deganimni? bo'ldi. SMT bo'ldi degani ITX til bo'ldi degani. U ITXni borib buzmaydi-yu, buzib qo'ysa ITX bo'lmaydi-yu. Tushundingizmi? Ha, bo'ldi. Buzishi uchun SMT bo'lmasi kerak edi. Buzib qo'ymadi. Demak, narigisi buzib qo'ydi. Keyin nima bo'ldi? SMT bo'ldi. SMT degani nima degani? Yana o'sha gap, ITX til degani. Agar buzganda ITX til bo'lmas edi degani. O'zi lekin mana pulga beriladi, lekin olmay ketdik. Tushunmadingiz-a? Hozir tushundim, просто mana buzish, buzmaslik deb ketdik-ku. Mana shu price action'da shu high, lower high'lar ham shu SMTga bog'liq bo'lib qoladimi? Nima bo'lmaydi? Swing high, swing low degan tushuncha qayerdan keladi o'zi? O'sha Trailer swing degan tushuncha qayerdan keldi? Shu yerdan fikrlab javob bersangiz bo'ladi. Bittasi yechmagani uchun keldi. Naryoqda bittasi yechib qo'ydi. To'g'rimi, misol uchun? Da. Ha, bu nima degani? Bittasi yechdi, bittasi yechmadi degani. SMT. Ha, yashang ho'piz. Endi yana bitta narsa o'rgataman. Mana bunaqa H1da ham chalg'itadi, ko'ryapsizmi? Shuning uchun lучше nechi yaxshi ekan? 80. Olasiz. Tamam. Ko'rdingizmi? Kutaverasiz, olasiz. Bu joydagi momentda mana pizeri ko'ryapsizmi? Mana ichkilik ketdi, ko'ryapsizmi? Birinchi high, birinchi low. Yechdi. Trend bo'lib yechgandan keyin yechgan tarafga qarab ketyapti. Tushundingizmi? Da. High to MSSgacha tortamiz, minuslarga borib bergan. Okey, xuddi shunaqa keyin mana ko'rishimiz mumkin. High, low, high. Bizda mana MSS bo'lyapti. High bilan MSS bo'lgan joyga tortamiz. Bittada o'rniga tekib. High, low. Hozir yana MSS berdi mana. Keyin CK 1, 2,5, 2. Jang bunchalik chiqib ketmasa ko'ramiz. Pastda MSSimiz bor. Displacement bilan reverse olgan ko'ramiz. Nice. Xo'sh, endi biza AMD bilan Power of 3 modelini ko'rib chiqamiz. AMD bu accumulation, manipulation, distribution, Power of 3 bu ularga kuchliga. То есть bu London London Killzone'da ko'pincha Killzone uchun qilingan strategiya tafsilotlari, parametrlar bu buni ichki ko'rsak bo'ladi. AMD o'zi nomida ko'rib turgandek bu to'planish, accumulation, konsolidatsiya davri bo'ylab ko'rishimiz mumkin. Accumulation, manipulation, distribution. Nomidan ko'rib tursak, mana bu shunaqa narsa. Birinchi akkumulyatsiya fazasi, keyin akkumulyatsiya tagida likvidliklar bilan manipulyatsiya, keyin distribution holatlari kuzatiladi. Buni mana ko'rishimiz mumkin. Manipulyatsiyadan keyin biz 0,1 tortib standard deviation bilan tek boshlanib aniqlab olsak bo'ladi. Xo'sh, ikkita kirish signal, to есть ikkita kirish analarida bitgan har xil bo'lishi mumkin. Bittasi o'sha FV'ni inversiya qilib qo'yishi, masalan ko'rishimiz mumkin. Inversion fair value gap bizda akkumulyatsiya, manipulyatsiya, fair value gap, inversion fair value gap ikkita. Ikkinchisi bu nima desam bo'ladi? Любой narsadan kirsa bo'ladi. Power of 3da nazorat ro'yxatda o'sha to'planib borayotgan zonalarni ko'rib borish, manipulyatsiya hosil bo'lishi, FV'larni o'sha to есть nima deydi, kirish modellarini ko'rib chiqishi, stop losslar olindimi, stop qanday qilindimi, o'shani bilish, bu yerda standard deviation tortish. Xo'sh, bu yerda ko'rishimiz mumkin, misol accumulation, manipulation, IFVga qolib ketyapti, IFVga kelib reaksiyasini beryapti, to есть standard deviation tortilyapti, ko'rishimiz mumkin distribution holati. Bu yerda buy modeli, to есть accumulation, manipulation, bu yerda ko'rishimiz mumkin, nima deydi bu?
iFAV qilyapti, distribution. Xuddi shu narsa qayta-qayta-qaytalanyapti. Endi hozir biz ikkita narsani ko'rib chiqamiz. Mana power of state. Bu yerda bizda Aziyamiz nima qiladi? Bizda hozir bu yerda ko'rsatilmagan, lekin bizda Aziyamiz accumulation qiladi. Aziya zonamiz o'zida mana buy side liquidity qoldirgan, pastga tushgan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham liquidity qoldirgan. Bizda buy side bilan manipulation qilingan. Manipulationdan keyin MSS yasalgan, FVG qoldirgan. Bizda mana bu poyga kirib FVG qoldirgan, FVGdan distribution holati liquidity olib borib kelgan. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Oldingi previous buy side liquidity taking, FVG, power of state modeli. Bu yerda o'sha London Gill zone accumulation qiladi, chiqadi. Manipulation yasaydi. Manipulation yasagandan keyin bizda nima qiladi? Bu yerda bizda MSS hosil qiladi, FVG ketdik. Sezdingiz-a? Ha, bo'ldi aka. Siz London Gill zone accumulation qilaveradi bu. Mana shunisi. O'zi uchun tushunganmisiz bo'ldi. Bunaqa melchivka joylarga to'xtalmaymiz. Distribution holati kelib chiqadi. Mana bu joyda ham trend line phantom ketilgan, lekin bu yerda manimcha accumulation yo'q. Accumulation, manipulation, distribution FVG ikki ketilyapti. Bu shunaqa holat. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Candle sifatida ko'rishimiz mumkin. Bir kun ochilyapti. Kun ochilib ko'rishimiz mumkin. Manipulyatsiya qilib high yasalyapti. To есть bizda kun daily high yasalyapti. Keyin pastga MSS berib, FVG OB breaker qilib, distribution holatini qilib, low yasab, keyin X holatini esa close qiladi. Bu shunaqa holat. Kelinglar buni trading view ga ko'rib chiqamiz. Bizda USD bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizda ko'p holatda accumulation yasalgan. Ancha chisalar yaxshiroq bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Bizdagi chisalar accumulation, stop boshida stop fan, mana OB tashlab ketilgan. Keyin accumulation holati bizdagi mana bu lowlarni yetishga, xo'sh, mana bu lowlarni yetishga manipulation yasalgan. Manipulation distribution holati. To есть bizda oxirgi mana bu yerda ketgan. Bizda bu yerdan standard deviation to'g'ri bo'lsak, standard deviation biz ham to'g'ri to'g'rimiz. Nima qilib to'g'ri bo'lsak, bizda 1.5 bo'lgan. Xo'sh, nima bor ekan? GBP ga qancha bor? Bizda ikki joyda bo'lgan. USD bor. Bizda ko'rishimiz mumkin, oldinga high olingan. Nima bo'lyapti bu yerda? Sразу buda accumulation hosil bo'lyapti, accumulationdan keyin manipulation hosil bo'lyapti, manipulationdan keyin distribution hosil bo'lyapti, bizda o'qib ketib, distributiondan keyin bizda to есть poy retracement shuni davom ettirmoqda. Bu shunaqa davom ettirmoqda. Ikkinchisi qanaqa bo'lyapti? Bu yerda manipulation accumulation holati, manipulation holatdan keyin bizda distribution holati boshlanyapti. Tam maniki hisobga o'tsak, mana bu high olingandan keyin siz ko'ramiz, bo'lganmikan? Hop, bizda mayda time frame ga masalan 5 minutga kiramiz. Juda katta juda ko'p holatdan bergan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biza makro time frame'imiz ham makroga ham to'g'ri kelgan. Makro time frame'imiz bizda nima qilyapti? Tepadagi to есть high'ni yangilab beryapti. Plus ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizda CICD yasalyapti. 5 minutlikda shu CICD orqali entry qilsak ham, mana bu entry qilsak ham tam yaqin o'zini liquidigacha o'sha kunni o'zida tushib beradi. Biz bir ikki qilaylik, bir ikki. Shunaqa qilib olib bermoqda. Nice. Ancha odam bashara bo'lib qoldi. Oxirgisi yaxshi chiqdi. Ikkita joydan tashqari oxirgisi yaxshi chiqdi. Umumiy olganda 10 dan 6.6. 7 ga tortmoqchisiz. Tortolmayapsiz. Bo'ladimi? O'zingiz rozimisiz shu bahoga? Yana yaxshilar qilishim mumkin aka. Shunday. No, nичего. Aka, yaxshi ketyapsiz. Nima deyotganimni tushunsangiz bo'ldi. Boyagi men siz so'ragan momentingizda sizga tushuntirib berayotgan narsalarni tushunsangiz bo'ldi. Tushundingiz-a? Keyin berayotgan vazifalardan o'zingiz uchun olayotgan insight, xulosa, feedbacklarni ham tushunsangiz bo'ldi. Nimadir bilmay qolsangiz, tushunmay qolsangiz so'rang. Yoki lichkadan so'rang. Keyinchalik bo'lib qolsa. Bo'lmasa darsga olib qo'ying. Bitta so'ramay tushunmagan narsani. Bemalol murojaat qilavering. Aka, bugunga shular. Ertaga vazifani tashlab qo'yaman, bo'ladimi? Bo'ladi aka. Qog'ozlar bugun bering aka. Bugun vazifalar o'zi qaysilar qoldi? O'zi почти hammasi tugadi. Advanced market structure keldik-ku buncha. Qaytilganmi? Mana ular ko'rdingizmi? Yo'q. Shular ko'ring. 26-27ni ko'ring. Mana bularni ham ko'ring. 32-33larni ham ko'ring. 32-31lar. Men sessiya kilzonlarni ko'rdim. S&P Daily to'g'ri Bucks. aniqlashni ko'rsatdim. Daily Bucks to'g'ri. Menimcha ko'rdim. Aha, xo'p shular. Lectures. Shularga o'taymi? Bo'ldi. Lecturesda mana bularni ko'ring.
To'g'ri, kerak emas. 1, 2. Основной. Mhm. Tushundingizmi? Shu. Bo'lmaydi. Charchamang, shep. Mhm. Xabarlashamiz.